ustalar, hormanglar. Keldingizmi, shef? Qorin yeyish yo'q, qo'y. Hoy, hoy. Bo'p ketdi-yu. Endi yo'lda shashlik pishishini kutib qolib ketdik-da endi. Nima deysizlar? Xotin, bo'l, ustalarga dasturxon yoz, obedni tayyorla. Nima bu shashlik? Nesi qilyapsan, shashlik-ku? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan-ku. Nobodo bittasini ishlatib qo'ymayapmiz-mi? Ollaring, menga anaqa qiyma meniki deyman, yirtaman tegsalarni. Ani makaronga o'xshargan shashlik. Ha, vallahi olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Shef, keling o'zingizdan. Yo'q, men boya shashlik kutib qolib ketdim dedim-ku. O'shani yeyapmiz bizda, olinglar. Zato omadimiz o'zimizda qoldi. Davay, ollan. Shef, mana qani apkatkadan chiqdi. Devorni nima qilaylik? Abo'y qilaylikmi yoki atachentami? Abo'y qilasan-da, atachentani nima qilaman? Shef, abo'ylarga eskirdi. Atachenta olsam. Abo'y qil bo'ldi. Men aytganim degan. Yisha qo'y. Hoy, hoy. Yisha qo'y. Hoy, hoy. Yisha